Qalblarga iliqlik baxsh etuvchi, xonadoningizga quvonch ulashguvchi yagona kanal Yaqinimga tabrik kanali. Kamina boshlovchi Niloya siz bilan yaxshi kunlaringizda xizmatingizda. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshodjon aka, yaxshimisiz, omonmisiz? Rahmat. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi axir? Yo'q. Bugun sizni Shukrona kuningiz ekan, muborak ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Xo'p, rahmat. Ilohim sizni qadrlab, sizni e'zozlagan insonlar baxtiga hamisha sog' omon bo'lishingiz tilakdoshimiz. Xo'p, rahmat. Azizsiz albatta. Siz bilan Yaqinimga tabrik kanalining boshlovchisi Kamina Niloya jonli efirda jonli suhbatni olib bormoqdaman. Bugun ajoyib Shukrona kuningiz bilan qadrlab, bizga chiroyli tabrikni yo'llagan aziz va mehribon insoningiz bor. Ularning ajoyib tilaklarini o'qib eshittirsam rozimisiz? Xo'p. Yashang, tinglab turasiz, chiroyli she'rlar aynan sizga atalgan. Gohi toshdan bo'larkan osha, pinhon oqarkan yosha. Ne kunlarni ko'rmaydi axir, omon bo'lsin yigitning boshi. Mehnat qilib teri oqadi, halol topib oila boqadi, pulsiz qolsa kimga yoqadi. Omon bo'lsin yigitning boshi. Alloh asra g'iybat tuhmatdan, yolg'onchi yor yomon ulfatdan. Sinmasin hech qaddi kulfatdan, omon bo'lsin yigitning boshi. Ko'cha azal bo'rilar inam, qonga to'lgan pichoqning qina. Unutmasin erkakligini, omon bo'lsin yigitning boshi. Xudo qo'yma omadin olib, yuragiga armonlar solib. Yig'lamasin ilojsiz qolib, omon bo'lsin yigitning boshi. Assalomu alaykum, men uchun aziz va qadrli bo'lgan mehribon insonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ushbu ajoyib kunda hamisha ezgu niyatlaringiz va oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishishingiz tarafdoriman. Siz ulg'ayib, oqil, bardam, o'z orzulari sari qat'iyat bilan intilayotgan chinakam insonga aylangansiz. Yoshingiz katta bo'lgani bilan qalbingizda beg'ubor mehr va hayotga muhabbat hech qachon so'nmasin. Hamisha sizga yorug' baxt, mustahkam sog'lik, umringizga fayz va barokat tilayman. Hech qachon hayotingizda g'am bo'lmasin. Har bir qadamingizda Alloh sizni asrasin. Yo'llaringizni nurli qilsin. Sizga bitmas tuganmas kuch-quvvat, orzularingiz yetadigan sabr, dunyoni zabt etadigan iymon va yuragingizni to'ldiradigan sevgilar tilayman. Men siz bilan doim faxrlanaman va sizni hurmat qilaman. Ayyomingiz muborak bo'lsin deya ajoyib tilaklarini yakunlaganlar. Dilshodjon aka, sizga shunday chiroyli tabrikni qaysi bir yaqin insoningiz yo'llayotganini bilmagansiz, to'g'rimi? Yo'q, bilganim yo'q. Men o'zim ishdan chiqdim endi. Ha, albatta. Aynan sizni mehribon oila a'zolaringiz, ota-onangiz nomidan Feruzaxon opangiz qutlamoqdalar. Tabrik sizga yo'qdimi axir? Albatta yo'qdi. Yashang. Keling siz ham. Albatta. Hozir kutilmagan qo'ng'iroq yoki kutilmagan ishlarni albatta yaqin insonlar amalga oshiradilar. Iliq tilaklaringiz bo'lsa, biz orqali qoldirishingiz mumkin sizni dunyoga keltirgan ota-onangizga va barcha yaqinlaringizga. Avvalambor shunchalik meni hurmat qilib, iltimos qilib meni uchun vaqt ajratgan insonlar uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat katakon. Rahmat aziz, siz albatta. Rahmat aziz, siz barchasiga. Tabrik yo'llagan. Albatta, aziz, siz barchasiga. Albatta. Ilohim umringiz ziyoda bo'lsin. Xalqimiz va yurtimiz uchun qilayotgan sa'y-harakatlaringizni ilohim Allohim dargohiga qabul aylagan bo'lsin. Sizni qadrlagan, e'zozlagan insonlar baxtiga sog' omon yurishga majbursiz. Nafaqat oilangizga qo'rg'on bo'lib, yaqin insonlaringiz baxtiga sog' omon yurishingiz tilakdoshimiz.
Dilshod aka sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Bu mutasaddining bir ana shu tilak etayotgan insondir. Buni aytvorsangiz chuqur bo'lardi. Tabrik yo'llagan insonni ismlari Feruzaxon opa. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Omon bo'lasiz, sog' bo'lasiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Xo'p, rahmat. Xo'p bo'ladi, azizsiz albatta. Canınız sağ olsun, rahmat. Rahmat sizga ham. Xo'p. Xo'p. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Yaqinimga Tabrik kanalining aziz kuzatuvchilari va muxlislari. Mana shunday ajoyib tabrik egasi bizning xalqimiz va yurtimiz xizmatida bo'lgan Dilshod akamiz bo'ladilar. Aynan muborak yoshlari bilan qutlayotgan yaqin oila a'zolari nomidan Feruzaxon opasi qutlamoqdalar. Biz ham shu o'rinda Dilshod akaga uzoq umr tilaymiz. Ilohim barcha ko'zlagan, o'ylagan maqsadlariga erishib yursinlar. Qolaversa, yaqin insonlariga qo'rg'on bo'lib, ularga suyanch va tayanch bo'lib yursin hamisha. Nafaqat hozirgi yoshlari, balki yuz yoshlarida ham ajoyib qo'ng'iroqlarni Dilshod akaga qutlab yurish baxti bizga ham nasib aylasin. Sizlar bilan Yaqinimga Tabrik kanali jamoa a'zolari va ushbu kanalning boshlovchisi Kamina Niloya bo'ldi. Biz barchangizni yaxshi ko'ramiz va qadrlaymiz. Dilshod akaga esa ayyomlar yana bir bor muborak.